Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi salohiyati yuqori. So'nggi 3 yilda 250 ming gektar paxta va g'alla yeri qisqartirilib, oziq-ovqat mahsulotlari uchun ajratildi. 1 milliard dollarlik 1500 ta oziq-ovqat loyihasi ishga tushirildi. Tashqi bozorlarda O'zbekistonda yetishtirilgan degan brend shakllangan. Davlatimiz rahbarining issiqxona xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish va eksport hajmini ko'paytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bugun issiqxona xo'jaliklari faoliyatida yangi davrni boshlab berdi. Muxbirimiz Namangan va Farg'onada bo'lib, ushbu hujjatning amaliy natijasi bilan tanishdi. Bugungi kunda respublikamizda 3,5 mingga yaqin issiqxona xo'jaliklari 5,7 ming gektar issiqxonalarda mahsulotlar yetishtirilmoqda. 2024-yil yakuni bilan issiqxonalarda 392 ming tonna mahsulotlar yetishtirilgan bo'lib, 30% eksport qilingan. Joriy yilning 9 oyida 300 ming tonnaga yaqin mahsulotlar yig'ishtirib olinib, ichki va tashqi bozorga sotilmoqda. Davlatimiz rahbarining issiqxona xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish va eksport hajmini ko'paytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bugun issiqxona xo'jaliklari faoliyatida yangi davrni boshlab berdi. Avvalo, mavjud muammo masalalarni hal etishda va mutlaq yangi imkoniyatlarni berishda kerak bo'lsa, suv va havodek yangi imkon bo'ldi. Farmonda juda ham ko'p imkoniyatlar berildi. Issiqxona xo'jaligini rivojlantirish, bugungi kunda faoliyat to'xtab qolgan issiqxona xo'jaliklarini qayta tiklash va o'sha samaradorligini oshirish, eksport salohiyatini yuqori darajaga ko'tarish bo'yicha bir qancha imtiyozlar berildi. Bulardan sanab o'tishimiz mumkinki, issiqxona xo'jaliklarimizning asosiy qismi sanoat toifasiga kirib qolayotgandi. Buning hisobiga yuqori soliq stavkalari hisoblanayotgandi. Qishloq xo'jaligi toifasida aniq belgilab berildi. Bu ham bo'lsa issiqxona xo'jaliklarimiz eng qiynab kelayotgan muammolardan bittasi edi. U barham topdi. Ikkinchi masalamiz, issiqxona xo'jaliklari qurilgan maydonlarda qo'shimcha binolar qurishga ruxsat berilmagandi. Uni qishloq xo'jaligi yeriga qurish mumkin emasdi. Bugungi esa mana shu farmon bilan o'sha 20 sotixgacha bo'lgan maydonda qo'shimcha binolar qurishga ruxsat berildi. Bu ham bo'lsa o'sha issiqxona xo'jaliklarimizni kelajakda yana ham rivojlanishiga imkoniyat beradi. Namangan viloyatida bugungi kunda 370 gektarga yaqin issiqxonalar bor. Xo'jaliklar tomonidan yetishtirilayotgan mahsulotlar ichki bozor arzonligini ta'minlayotgan bo'lsa, viloyat eksport salohiyatida ham o'z so'zini aytyapti. 35 gektar issiqxonada 10 ga yaqin mahsulotlarni yetishtirib, qo'shni mamlakatlarga va Rossiyaga eksport qilayotgan Obidjon Nuriddinov uchun mazkur farmon yangi g'oyalarga asos bo'ldi. U bugun 12 gektarlik yangi zamonaviy issiqxonasini qurish ishlarini ham boshlab yubordi. Prezidentimizning ushbu farmonlari biz uchun kuch-quvvat, g'ayrat taqdim etdi. Ko'p muammolar yechilib, hozirgi kunda mana issiqxonalarimiz rivoj qo'shilmoqda. Avvallari 12% qo'shimcha qiymat solig'i to'lanardi va 15% daromad solig'i to'lanardi. Yagona ijtimoiy soliqlar 12% edi. Ushbu farmon bo'yicha 2026-yil 1-yanvardan boshlab qo'shimcha qiymat soliqlari 0 ga tushirildi. Yagona ijtimoiy soliqlar 1% ga qisqartirildi. Ushbu imtiyozlar bizga juda katta imkoniyatlar beradi. Farg'onalik Muhammadjon aka ham ayni kunlarda mahsulotlarni xorij bozoriga tayyorlamoqda. U endi issiqxonani kengaytirish rejasini ishonch bilan amalga oshirishga qaror qildi. Yangi hujjat unga ana shunday ishonch berdi. Ushbu 10 gektarlik issiqxonamizda Gavrish firmasi Neveya bodringlari F1 bodringlarini ekkanmiz. Birinchi terimni boshladik. Bu dekabrgacha davom etadi bu terimimiz. Xudo xolasa Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya davlatlariga eksport qilish niyatdamiz. 100 ta, 120 tagacha ishchi o'rinlar yaratganmiz. Prezidentimiz tomonidan issiqxonalar uchun chiqarib turgan farmonlari, e'tiborlaridan foydalanib, xalqimizga arzon, sifatli pomidor, bodringlar yetishtirib berish harakatlar qilyapmiz. Hozirda Agrosanoatni rivojlantirish agentligi prezidentimiz farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida tizimdagi masalalar sabab faoliyatini to'xtatgan xo'jaliklarni qayta tiklash, yangilarni bunyod etishda tadbirkor, fermer, dehqonlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xayrli ishlarni olib bormoqda. Moliyaviy tomondan bir qancha imkoniyatlar berildi. Farmon bilan olingan kredit foizlarini 4% qoplab berish masalasi ko'rsatib o'tildi. Shu o'rni yaratgan bo'lsa, agar valyutada bo'ladigan bo'lsa, kreditlari 4%, o'zimizda milliy so'mda bo'ladigan bo'lsa, 14% dan yuqori qismi qoplab berish ko'rsatib o'tildi. Agentlik tomonidan mavjud issiqxona xo'jaliklarimizni hammasini birma-bir
pasportlar shakllantirilgan. U o'zi qaysi muammoga kelib taqalib qoldida ish faoliyati to'xtab qoldi. U issiqxona tadbirkorlarimiz bilan individualni ish faoliyatini olib boryapmizki, o'sha berilgan imtiyozlarni yetkazyapmiz. Qaysi yo'nalishda yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri yordam berib, ish faoliyatini tiklash bo'yicha hozir qizg'in ish ketyapti. Joriy yilda 100 gektar issiqxonalar bunyod etilayotgan bo'lsa, 2026 yilda 160 gektardan ziyod zamonaviy issiqxonalar tashkil etiladi.